YouTube'ga. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz Qozoq bozor, Vobkent Qozoq bozordamiz. Bu yerda konteyner mahsulotlaridan turli xil mahsulotlar tayyorlanadi. Oxir, bayoq, mo'l oxir, qo'y oxirlar, chanalar hammasini yaqindan yoritib o'tamiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, raqam qo'yamiz pastda, aloqaga chiqaverasizlar. Chanani metri hozir necha pul bo'lyapti? Chanalarni metri 110 ming. 110 ming so'mmi? 110 ming so'mda. Chana narxi, tayyor norvonchaning narxi 110 ming so'm. Norvonchalarimiz любой metrini taxlab beramiz. Kelishilgan holda albatta. Xo'p. Konteynerdan xohlagan narsalarni yasab beramiz. Konteyner listlari 115 ming so'mdan 113 ming so'm. Qovurg'aligi 115 ming so'm, tekisi 113 ming so'm. Xohlaganlaricha bor. Qo'y oxirlarimiz 280 ming so'm, 300 ming so'm qo'y oxirlar. Mo'l oxirlarning metri 180, 175 ming so'm mo'l oxirlarning metri. Karetalarimiz 600 ming so'mdan. Bayoqlar 600 ming so'mdan. Xohlaganlaricha bor. Pollarimiz 240 ga 1.16 bo'ladi. Bir donasi 300 ming so'mdan 240 ga 1.16. 240 ga 1.16 80. 1 kvadratlik pollar bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratlik pollarimizning narxi 80 ming so'mdan 1 kvadratligining narxi. Konteyner profillar narxi, mana bunaqa chanalarning narxi kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar, aytib beramiz. Oxirlar mana peshkuga ketibdi, hozir tayyor. Qo'y oxir, mo'l oxirlar, mana bunaqa karetalar, aravachani kuzovi tayyori. Keyin bayoq, azves narxlari kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. 200 talik o'chgan narxi 100 ming so'm. Samon ezadigan oxirlarimiz narxi 350 ming so'mdan. Cheklanmagan miqdorda bor.